bo'lib qolyapti endi sizlar bilan diydor ko'rish ba'zan uzoqlashib boryapti nimagadir. Kuchim yetsa xudo xohlasa beraman. Sizlar mani charchatib qo'ymasanglar bo'ldi. Juda ortiqcha savollarni judayam ko'p berishyapti. Aslida nima, aslida qanday. Iltimos qilaman videolarni ko'rib turib keyin savol berishinglarni. Bugun sizlarning savolinglarga javob beraman. Yig'ilib qolgan savollarga javob berishni davom ettiraman. Javoblar shuncha savol bo'lsa, shuncha javob, 100 ta baroda javob yozyapman. Shuning uchun sabr bilan mana shu bergan savollarning javobini kutasizlar. Ba'zan bilasizlar, ba'zan har doim emas, kommentariylarga ham javob beraman. Uni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Savol beryaptilar. Jigarni yog' bosgan. Nima qilish opajon? Jigarni yog' bosgan. Jigarni yog' bosgan bo'lsa, hozirgi statistik ma'lumotga ko'ra bizada emas, faqat dunyo bo'yicha statistika bo'yicha har 2 ta odamni bittasida jigarini yog' bosgan deb statistika beryapti. Bu qanaqasiga to'g'ri yo noto'g'ri bilmadim-ku. Demak, jigarni yog' bosganda birinchi qiladigan ishingiz ovqat rejimingizni albatta o'zgartirasiz. Demak, yog'ni olib tashlang, yog'ni chiqarib tashlang deyilmaydi. Yog' kerak organizmga. Yog' organizmga tushsagina o't ajraladi. Shuning uchun ovqat rejimingizni o'zgartiring. Qani nimadir yoqmayapti sizga. Bu birinchi tavsiyam. Keyin xohlasangiz och qolib, haftada 1 kun, 2 kun och qolib, o'zbekchasiga aytganda musulmonchasiga ro'za tuting. Yana sizga tavsiyam non ham bilasiz, yig'adi, qoringa ham jir yig'adi. Nonni yeyishni kamaytiring. Ovqatingizni yana qaytaraman, ovqatni yegandan keyin to'yganingizni to'liq his qilmasdan turib, o'rningizdan turib ketishga odat qiling va albatta gimnastika, harakat va suvni normada ichasiz. Agar xohlasangiz to'g'ri nafas oling. Uni xohlasangiz, xohlamasangiz olishingiz kerak edi. Nega boshlamadingiz bilmadim-ku. Va albatta suvda ichishingizni men tavsiya qilgan bo'lardim. Burundan polip oldirganman, yana o'sib chiqibdi, davosini ayting. Endi qiziq bo'ldi-da ishlar. Polip oldirasan-da yana o'sib chiqadi. Shuning uchun men sizga nasihatim, burundagi polip bir o'smani bir quri, ya'ni yaxshi sifatli o'sma. Demak, uni oldiring, oldirmang deyolmaydigan bo'lib qoldi odam. Oldirgandan keyin yana o'sadigan bo'lsa, siz ichib ko'ring, to'g'ri nafas olib keling va albatta suvni iching normadan va asid iching. Men juda ko'p o'tsiflarda, ya'ni odamlarning fikrida bildimki, asid ichib poliplardan, keyin papillomalardan qutuldim degani bor. Shuning uchun asidini iching. Asidini ichadigan bo'lsangiz, 1 millilitr sirazi ichmang. Avval profilaktik dozada iching. Profilaktik dozasini videolarni berganman. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 qilib keyin 1 millilitrga chiqasiz. Ana shuni ichib ko'ring va to'g'ri ichib ko'rsangiz, o'zingiz bilasiz natijasini. Bundan qutulganlar juda ham ko'p. O'tsiflarda eshitarsiz hali. Asidi bosh og'rig'iga foydami? Ha, asidi bosh og'rig'iga ham foyda. Asidi umuman organizmga ziyoni yo'q. Barcha xronический kasallarni davolaydi. Olamur bosh og'rig'ini foydami deysiz? Bosh og'rig'ining turlicha sabablari bor. Sabablarni aniqlang. Ana undan keyin suv, perks va to'g'ri nafasni qiling, bosh og'rig'ingizdan qutulasiz. Bosh og'rig'idan oson qutulasiz. Faqat avval uni asosiy sababini aniqlash kerak. Ko'p aksiraman, allergiyaga nima qilay? Bu haqda men iltimos, bu allergiya haqida bitta og'iz gap bilan bu savol javob berib bo'lmaydi. Shuning uchun siz allergiyaga bag'ishlangan mana videoyim bor, shuni ko'rsangiz hamma javoblarni olasiz. Men 1 hafta perks ichib sistitdan tuzaldim debdi. Menga bu hozirgi bu savollar hammasi menga kommentariyaga kelgan o'tsiflar. Boshqa joyning o'tsiflarga alohida to'xtalaman bilasiz. Yozyapti bittasi, men 1 hafta perks vodorod ichdim, sistitdan qutuldim. Qanchadan ichganlarini yozmabdilar. Nafsim
Ha, mani nafasim qisardi, suyaklarim doim og'rirdi. Bo'qog'im bor edi, davleniyam ham baland yurardi. 20 yil, mana bu kasallarimga 20 yil bo'lgan. Hozir 2 oydan beriman, asidini ichaman, suv ichaman. Hamma kasallarimga shifo bo'lyapti. Ham siz aytgandek to'g'ri nafas olaman. Sizdan Alloh rozi bo'lsin deyapti. Rahmat. Onamda gaymanit bor, angina bor. Asidi mumkinmi? Mumkin. Gaymanitga asidini suv bilan suydiribman yoki bo'lmasam unga yog' bilan 1 ga 20 yog' bilan quyib turib ham qo'yish mumkin. Ba'zi odamlar aytyaptiki, buni qilib ko'ringlar, albatta ozgina qilib sinaylar. Paxtaga botirib asidi 2ni qo'ydim, menga shifo bo'ldi deyapti. Lekin baribir o'zinglar buni sinaylar, tekshiringlar, chunki har bitta organizm har xil. Asidini qanday ichaman? 72 yoshman debdilar. Asidini qanaqa ichardiz? Mayli, tengdosh ekanmiz. Asidini ichishi yana aytsangiz aytaman. Asidini butilkadan olib, demak kerak dozada, avval profilaktik dozada boshlaysizda, shpris nima deydi, butilkani ustida nina qoladi, olmaysiz va tayyorlab qo'ygan 100 gram suvga solib ichasiz. Faqat och qoringa ichish kerak. Onam oshqozonlari ovqat yaxshi hazm qilmaydi. Kekirish bor, ko'p kekirishlari juda ko'p deydi. Kekirishi avvalambor sabablarini nimadanligini bir aniqlash kerak edi. Mayli, so'rabdilar, asid ichsalar bo'ladimi? Ha, bo'ladi, asid ichsalar. Faqat suvni ham ichib to'g'ri nafaslarni olsinlar, oshqozonlarga, muammolarga yordam beradi. Perkis hozircha aytmayman, asidini ichaman debdilar, mayli ichsinlar, yoshlari 78 da ekan. Faqat avval ozginadan o'zlarini dozalarini chiqarib olinglar. Nevrozga 10 yildan beri dori ta'sir qilmayapti, yordam bering debdi. Nevroz, vahima, shunaqa kasalga yaqindagina videomni ko'ring. Men 5tasini o'qib berdim. Ko'pchilik biri suvda ichib nevrozdan qutulgan, biri perkisvodorod ichib, biri normada suv ichib va biri to'g'ri nafas olib va ko'plari asidi ikkini mana 1 oyda ichdim, nevrozdan qutuldim, uyqum yaxshilandi deganlarni eshitganmiz. Shuni ko'rishingiz mumkin. Jigar kasali haqida video qilamiz xudo xolasa. Poliartritga tabiiy davo edik. Poliartrit, artrit, artroz, podagra, osteoxondrozga juda katta video berganman. Ana shuni ko'ring, shu yerda ko'p narsa bor. Aslida artrit, artrozga bilvos hozir suvda ham perkis ham ta'sir qiladi. Bir tanishim 12 barmoqli ichagida yazva bor edi, deyapti. Menga yozgan bor, meni andaqa muxlisim. Meni tavsiyam bo'yicha soda ichibdi. Soda ichgandan keyin qancha ichganini yozmabdilar. Soda ichgandan keyin zont yutsa, yara tuzalibdi. U menga rahmat etdi. Mesarapa, men sizga rahmat deyman. Allohga rahmat deylar. Sahr kasali bor, sodani qanday ichay debdilar. Sahr kasalim bor, sodani qanday ichay? Men sodani ichaman deb aytdim sizga. Boshlaganimda bir chimtimdan boshlaganman. Keyin sekin yarim choq oshga chiqqanman. 5-6 oy, 1 yilgacha. Undan keyin bir choq oshga, 1 yildan keyin bir choq oshga chiqqanman. Bir kunda bir mahal hozirgacha ichib kelaman. Ya'ni sodani olasiz, yana tushuntiraman. Sodani olasiz, bo'sh stakanga solasiz, yarim o'guncha qaynab turgan suv solasiz, u yog'iga tepasiga muzday solasiz, issiqqina suv paydo bo'ladi, shuni ichasiz. Yana birov yozibdiki, meni qornim 10 yildan beri og'riydi, soda davomi? Davo, men aytgan narsalarni qilib ko'ring, men qiladigan narsalarni o'zingizda qaysi bir yoqsa shuni qilasiz. Men sodani ichib sigaret chekishni tashladim. Mana sigaret chekuvchilar, esinglardami? Sodani tashlash uchun, kechirasizlar, sigaretni tashlash uchun og'izni tillitiydi, bir chimtim sodani ushlab so'lay bilan aralashtirib turib, birpasdan keyin tashlab yuborsangiz ham chekishni tashladim degan bor edi. Mana bu odam aytyaptiki, sodani ichib men chekishdan qutuldim deyapti. Opa, menda revmatoidniy artrit, soda suv
perks asidi foydami? Foyda qiling. Menda ham shu narsaga o'xshartirozga necha yildan beri qilaman. Tak, 63 yoshman. 1 yildan beri ichaman. Allohga shukrki, Boymurodova degan ayol yozyaptilar. Yaxshiman, opa, hammaga gapingiz 100% to'g'ri. Sodali suvda cho'milib ozdim. Vanna ham qildim deyaptilar. Qarang, esingizda bo'lsa, 200 litr suvga 1 pochka sodani solib, ana shunda haftada 2 martadan vanna qilsa ozadi deb aytganman. Ichishni ko'rsating debdilar. Nimani ichishni ko'rsating? Tushunmadim bularning gaplariga. Ichishni ko'rsating. Menimcha hozir sodani ham ko'rsatdim. Asidini ham ichishni ko'rsatdim. Sahrga ichsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Agar siz soda haqida aytayotgan bo'lsangiz, asid haqida aytayotgan bo'lsangiz, 20 yildan beri ichaman. Xalaskorim, hamma men rak bo'lasan devdi. Yolg'on ekan. Men sodani demak 20 yildan beri ichaman deyaptilar. Men ham 6 yildan beri ichaman. Sodadan oshqozon teshiladimi? Hozirgina aytdim-ku, 6 yildan beri ichyapman. Yolg'on gapirmang. Opa, noto'g'ri aytyapsiz deb yozibdilar. Agar yolg'on gapirsam, endi bu yerga faqat Allohning o'zi guvoh-ku. Men ichgan narsamni aytaman. Ichmaysiz. Gunohga botmang. Sababi siz o'zi gunoh qilyapsiz. Ishonmayapsizmi? Ishonmagandan keyin bir narsani qilish kerak emas. Ishonch bo'lmagandan keyin qilmang. Men 6 yildan beri ichaman. Qaynotamni soda bilan davoladim 1978-yil. Xamirli ovqat, osh yoqmasdi. Keyin hamma ovqatlarni yedilar. 86 yoshda o'ldilar. Demak, qaynonamni soda bilan davoladim deyaptilar. 78-yilda bo'lgan voqea ekan. Yaqinda qaynotalari o'libdilar. Ya'ni 86 yoshda. Men 5 yil bo'ldi, kuniga 3 donadan o'sma bargi yeyman, qonimni suyultirish haqqa yeting. Buni men bir marta aytdim. O'smani suvini ham siqib, ristagan suv ichish mumkin. Sahrda, kasalda. Qarang, bular o'sma qonimni suyultirish uchun ham mana ichibdilar. Sahrga emas. Demak, o'sma ham sahrga, ham qon suyultirishga foyda ekan. 3 oydan beri soda, perks, to'g'ri nafas olaman, uyqum yaxshi, barmoqlarim tortishardi, yo'qoldi. Menda uzoq muddatga disbakterioz bor edi. Men disbakteriozdan qutuldim, Allohga shukr. Asidi perks soda ichdim, holsizligim, ichim qotishi ketdi va ko'p oyog'im og'rirdi va uyishardi. Ana shulardan qutuldim deyaptilar. Yaxshi. Onamda hiqildoq raki. Birinchi ximiya oldi. Asidi mumkinmi? Mumkin. Asidini ximiya olayotgan mahalda ham ichish mumkin. Tezlikda boshlaylar, faqat dozalarni videodan ko'rib o'rganinglar. Og'izdan nima sabab hid keladi? Og'izdan hid kelishining asosiy sababi oshqozon ichak sistemasiga birinchidan bog'liq. Birinchidan oshqozon ichaklarda muammosi bo'lsa, oshqozonda ayniqsa muammosi bo'lsa, oshqozondan hid nima deydi, qizilo'ngach orqali demak og'izdan chiqadi. Yana eng asosiy sabablardan bittasi men bilaman, og'izda, tishda muammo bo'lsa, mana protezlar bo'lsa, protezlarning tagiga go'sht ayniqsa kirib qolsa, bu mana shu yomon sassiq hidlarni beradi. Protezlar va tishini qovoq, tishida muammo bo'lsa ham og'izda hid bo'ladi. Ana shu hidlarni ketkazish uchun ham men hid bor demayman-ku, mana shu og'zimda protezlar bor albatta, shuning uchun men bir haftada bir marta sodani o'ziga botirib tushimni yuvaman. Undan tashqari perks bilan, tuz bilan ham yuvaman deganman. Va undan tashqari men og'izni demak har doim ovqatdan keyin sodali suv bilan ushlab turib chayman. Ana shu ayniqsa yotayotganda og'zingizni yaxshilab yuvib, sodali suvni soda ichaman deganlar. Sodali suvni og'zingizda ushlab tursangiz, masalan, yarim stakanga bir choy qoshiq solib, birpasgina og'zingizda 5 minut ushlab turing. O'sha siz soda pichini olasiz va og'izda umuman hech qanaqa hid bo'lmaydi.
Xo'jayinimda 11 oydan beri quruq yo'tal. Sodani ichib 7-8 kuni taqataq to'xtab yo'tallar. Qarang, xo'jayinimda 11 oydan beri quruq yo'tal ekan. Sodali suv ichib 7 kun ichdilar, 8 kuni taqataq to'xtadi. Xo'plab iching. Bir choy qoshiq nohariga debdilar sizga. Mana bir o'ziz bizlarning muxlisimiz. O'g'lim 1 yildan beri yo'taladi. Mana yo'talga hozir nima narsalarni aytyapman. Shularni bering, avvalambor o'g'lingizni yoshiga qaraysiz albatta. Qarshi ko'rsatmalari bo'lmasa, albatta sodani ham eslab qolinglar. Qarshi ko'rsatmasi bo'lmasa ichasizlar. Endi menda 21 yildan beri poliartrit dori vaqtincha ta'sir qiladi. Ichvatek seledron va Bolnol ichaman 2 mahal. Nima ichay debdilar. Menda 21 yildan beri poliartrit. Mana sizga poliartritdan qutulganlarni otsiflarni o'qib beryapman. Yaxshilab quloq solib turing va shunga amal qiling. Bo'lmasa mani poliartrit, artrit, artroz degan temamda hammasini tabiiy malhamlarni ham hammasini yozganman, ko'rsatganman. Men 3 oydan beri soda ichaman. Qo'l og'rig'im qoldi. Mana sizga hozirgi savolingizga javob. Asidi soda perks to'g'ri nafas suv. Opajon, asidi soda perks ichyapman. Shukur kuchga kirdim. Yo'talim kamaydi ancha. Albatta ichishni davom ettiraman. Yaxshi. Yurak uchun yozda aspargam ichib yaxshi yuraman debdilar bittalar. Yaxshi. Men uni tavsiya qilganman odamga alohida. Yozibdilar. Homiladorlarga soda mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Buni vrach bilan gaplashish kerak albatta. Chunki homiladorlarga mumkin emas. Emizikli onaga mumkinmi? Emizikli onaga mumkin. Videolarni ko'ringda, videodagi holatga qarab ichish mumkin. Lekin baribir o'zingiz vrachingiz bilan gaplashing. Sodani ichish tartibini ayting debdilar. Hozirgina aytdim-ku. Rahmat opajon, sizni tabiiy tavsiyangiz bo'yicha 5 oydan beri ichaman. Shishlar qo'limda bor edi, ketdi. Oyoq bo'g'imlarim og'rirdi. Kalsiy ichmayapman hozir. Ish qotish ham yaxshilandi. 59 yoshdaman. Yoshardim. Allohga shukr. Sizga rahmat. Ana sizga demak bugun yetishimiz kerak bo'lgan narsalar yana bir ozdan keyin davom ettirishman. Hozir albatta dam olaman.